O'zinglikni tingla, o'zinglikni tingla. Radio Philadelphia. Radio Philadelphia. Muhtaram do'stlar, Sarbon o'z dasturlarini davom ettiradi. Bugungi dasturimiz ustoz san'atkor Sherali Jo'rayev xotirasiga bag'ishlanadi. Yana bir mehmonimiz Toshkent shahridan kinoshunos, ajoyib jurnalist, Sarbon dasturining doimiy mehmoni Shoira hamroh. Shoiraxon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat, Shoiraxon, rahmat. Barcha muxlislariga ham assalomu alaykum. Shoiraxon, bugun biz yaqindagina shu O'zbekistonda bo'lib o'tgan bir noxush voqeani, ustoz san'atkorning o'limlari va bugungi o'sha ustoz san'atkor qoldirgan boy meroslar haqida gapiryapmiz. Bugun ustoz san'atkorni eslab nimalar degan bo'lardingiz? Bir kelish, bir ketish har bandani boshida bor-da. Endi mana shu kelish va ketish orasida nimalar qilishga ulgurdi, o'zidan nimalar qoldirdi degan savolga hamma payt ham javob topilavermaydi. Har insonga nisbatan ham bunaqa nimalarni qo'ya olmaymiz bu savollarni-da. Lekin Sherali Jo'rayevdan juda bir katta maktab qoldi. Go'zal ijod qoldi. Yaxshi shogirdlar qoldi mana shu yo'lda ijod qilayotgan. Yaxshi farzandlar, umuman nima deydi? Bir yaxshi inson, yaxshi ijodini shaxs darajasiga, shaxsiy ijodi darajasiga ko'tarilgan bir insondan yaxshi narsalar qoldi deb o'ylayman. Men o'tgan kechadan oldingi kuni, bir kun avval uylariga bordik, Fotihaga bordik. Butun nima deydi? Markaziy Osiyodan insonlar hozirgacha bu insonni ta'ziyasiga o'zini hurmat bajo keltirib kelib ketdi. Yo'llar yopiq. Nima deydi? Militsionerlar yo'llarni tartibga solib turibdi. Endi bunaqa izzat, bunaqa hurmatni aytsam, pulga sotib olib bo'ladigan ish emas. Yo'q. Faqat katta bir iste'dod bilan hozir Amerikaga bolalar katta bir iste'dod bilan qilish mumkin bo'lgan ishda, samimiylik bilan, katta bir iste'dod bilan. Uzr, men hozir yoshlar teleradio kanalida edim. Shoira opa, yana bir jihat bugun internetlar endi albatta portlayapti. Sherali Jo'rayev haqida juda katta ulug' fikrlar berilyapti, lekin shular bilan bir qatorda jig'imizga tegadigan fikrlar ham yo'q emas. Aynan shuni aytmoqchi edim. To'g'risini aytsam, men bugun ijtimoiy tarmoqqa kichkinagina fikrimni, o'zimni, o'ta shaxsiy fikrimni bildirib o'sha nimaga qo'ydim. To'g'ri, bugun nima deydi? YouTube kanallar, Telegram kanallar yoki kimlardir o'ziga podpisчик, muxlislik uchun hamma narsaga tayyor, lekin mana shunaqangi bir 100 yilda bir keladigan insonni xotirasini uni sotmasligini istardim-da. Juda ham maydalashib ketilgan u yerda. Men 2-3 kun chidadim. Lekin mana 3 kun Fotiha ham 3 kun bilasiz. Uy egalarini keyin sal o'ziga kelib olishga imkon beriladi. Lekin ijtimoiy tarmoqlar imkon berayotgan yo'q. Ertaga bu oila a'zolari bu nima deydi? Keldi-ketdilarning oyog'i tingandan keyin, siyraklashgandan keyin ijtimoiy tarmoqlarga kiradi, ko'radi. O'zi bir otani, oila boshlig'ini, bir katta bir san'atni darg'asini yo'qotib o'tiribmiz. Ertaga uni ko'rib qanchalik odamni yuragi g'ashlanadi deyman-da. Bu odamni nomini spekulyatsiya qilishga tushib ketdi-da, juda ko'pchilik kanallar. Buni qildi, qilmadi, dedi, demadi, bunday qilgan ekan, unday qilgan ekan. Lekin shu nimalarning ichida, chiqishlarning ichida Sherali Jo'rayev qilgan iste'dodidan tashqari insoniyligi haqidagi yaxshi xotiralar bor ekan insonlarda. Ana o'shalar haqida ko'proq gapirsa, agar gapiriladigan bo'lsa degan edim-da, shaxsiyatga o'tib ketmasdan. Boshqa bu shu bahona boshqa insonlarning hayotiga kirib ularni nima deydi?
kir tog'orasida uni nimasini chaymasdan man shu narsalarga sal ko'nglim og'ridi. To'g'ri, men Sherali Jo'rayev men kino yo'nalishida, lekin baribir katta bir san'atkor sifatida ba'zan qo'shiqlarni qo'yib, men uyimdagilar juda yaxshi eshitishadi Sherali Jo'rayevni. Sherali Jo'rayevni eng gullagan paytlarida, endi yosh bo'lganmiz, o'sha paytlari 3-4 ta shunaqa bir san'atkor bor edi. Bugungiday osmon pasayib yo yulduz ko'payib ketgan davrlar emas edi o'sha paytlar. Sherali Jo'rayev bor edi, Vodiydan, Toshkentdan G'ulomjon Yoqubov bor edi, Xorazmdan nima bor edi, Ortiq Otajonov, bu yoqda Otajon Xudoyshukurov, bu yoqdan Kamoliddin Rahimov, Xayrulla Lutfullayev. Mana shu juda kamchilik edi bular. Lekin hammasini o'zini yo'nalishi bor edi va juda bir-biri bilan sog'lom ijobiy raqobatda juda yaxshi ijod qilishardi. Bizning uydagilar shularni tinglar edi va biz ham shularni tinglab katta bo'lganmiz. Shuning uchun men uylariga bordim. Tumonat odam, juda og'ir dard, hamma ko'zda yosh bilan eslayapti. Bu insonni qanday yashagani, nimalar bilan, qanday tashvishlar bilan yashaganini o'sha yerda. You are listening to WHIILP Warminster 106.5 FM Radio Philadelphia. Juda o'tkinchi dunyo. В эфире Радио Филадельфия 106,5 FM. Филадельфии 2 часа дня. Men hozir shu insonni keyin haligi ijtimoiy tarmoqlarda Sherali akani vafotidan ozgina oldin bo'lib o'tgan ijtimoiy tarmoqlarni titratgan ba'zi bir voqealarni nima keltirib, shafay keltirib, bu yerda shu voqea atrofida haligacha nima suvni loyiqalayotgan odamlarga insof tilayman. To'g'ri. Insof tilayman. Lekin baribir buyuklar buyukligicha qoladi, nima dedingiz Shoiraxon? Ular bu gaplardan balandda turadi. Albatta. Ular buyukligicha qoladi, lekin baribir kimdir sal insofga chaqirib turish kerak deb o'ylayman atrofdagilar. Albatta. Beparvo ketish kerak emas, sal insofga keltirish kerak. O'lganlarning orqasidan, vafot etganlarning orqasidan qolganlarga bir namuna bo'ladigan xislatlari, fazilatlari haqida ko'proq gapirsak, shaxsiy muammolarni farzandlari qolgan, oila a'zolari bor, o'zlariga qo'yib bersak degandim. To'g'ri. Shu masalada. Shu insonni o'zi joni og'ir dard chekdi, juda qiynaldi so'nggi nimalarda, yillarda. Hech bo'lmasa ruhi tinch bo'lsin degan edim. Albatta. Shu ma'noda shu gapni yozdim o'sha kuni. Iloho aytgan fikringiz, ruhlari shod bo'lsin doimo, joylari jannatdan bo'lsin. Mana shunday kech bo'lishiga qaramay, shu o'zbegim qo'shig'i bilan birinchi muhabbatimdan keyin umuman qo'shiq aytmasa ham san'at dunyosida o'ziga haykal qo'ygan inson edi. To'g'ri. Avvalambor hammaga ham shunday bir baxt bersin, shunaqa bir omad bersin o'zini qilayotgan o'zini sohasida. Shuning uchun mana shu insonni ruhini bezovta qilmaylik demoqchiman insonlarga. Yaxshi fazilatlar haqida gapiraylik. Bo'layotgan, agar shu oilasida bo'layotgan muammolar bo'lsa, uni yaxshi yo'lda nima deydi, hal bo'lishi yuzasidan ham bir duo qilib qo'ysak yomon bo'lmaydi. Tashakkur, rahmat e'tiboringiz uchun, Sarmon radiosiga hurmatingiz uchun katta rahmat. Salomat bo'ling. Bizning eng sevimli radiomiz endi. Sizlarni e'tiboringizga tushish juda katta ish. Rahmat sizlarga ham bee'tibor bo'lganinglar uchun. Rahmat. Azizlar, bizning mehmonimiz, suhbatdoshimiz Toshkent shahridan taniqli kinoshunos, jurnalist Shoira Hamroh bo'ldilar. Rahmat, sog' bo'ling. Haftaning har juma kuni soat 1 dan 3 ga qadar Radio Filadelfiya to'lqinlarida O'zbekistonliklar hamdo'stligining Sarbon dasturini tinglang.